Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, barchangizni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Kirib kelayotgan yangi yilimiz baxt, omad olib kelsin hammamizga, sog'lik, salomatlik. Allohimdan nima niyat qilgan bo'lsanglar, niyatinglarga yetinglar. Hurmatli obunachilar, hozir bizda bu gullarimiz simbodium gullarimiz, ya'ni orxideyani mana shunday bunday aytganda korolevasi deymizmi, orxideyani dadasi deymizmi, xullas shunday. Orxideyadan buni parvarishi anchagina qulayroq va buni o'ldirib qo'yish unaqa ham oson kechmaydi. Nimagaki bu ancha munchaga o'lmaydi. Buni parvarishi xuddi orxideyaga o'xshash bo'ladi. Bir xilda parvarish qilaverasiz. Lekin buni gullatish jarayoni, ya'ni siz hozir buni olasiz gullagan holatda, gullab bo'lganidan keyin kelasi yilda kecha kunduz harorat tushadi-yu, misol uchun kunduz issiq, kecha sovuq bo'lgan paytda bu ham gullaydi. Xuddi dekabris gulimiz qanday gullatilsa, xuddi shunga o'xshab gullasangiz bo'ladi. Lekin buni uy sharoitida juda ko'pchiligida hozir gullaganim uni nimasi oson bo'ladi gullatib olish. Bu gullagan gullari ham orxideyaga o'xshaydi, juda ham o'xshaydi. Orxideyani dadasi desak ham bo'ladi. Hozir bizda ham bunda bor, lekin olgandan keyin misol uchun boshqa to'ylarga ko'chirib olish kerak bo'ladi. Bularning ildizlari juda ham прочный bo'ladi. Buni bo'lib boshqaga to'yda yirtib tashlash kerak bo'ladi. Chiqarib olish oson bo'lmaydi. Gulni yulib olish hech gap emas. Keyin bunchasini ham bu 1-2 oy davomida chiqaradi. Nimagaki juda uzoq vaqt o'sadi ular shunaqa. Juda ham katta, gigant bo'lib ketadi. Yildan yilga katta bo'lib ketaveradi. Boshida yangi ko'chat bo'lsa 1-2 tadan uncha chiqarishni boshlaydi. Agarda katta ko'chat bo'lsa, hozir mana bizda bunda 3 ta ekan. 4-inchisi ozgina kichikroq chiqarib qo'yaman, kuchi yetmagan shekilli 4-inchisiga. Yoshi o'tgan sari 5 ta, 6 ta uncha chiqarib ketaveradi. Juda katta krupniy gullaydi. Bu gullari juda ham chiroyli turadi. Hurmatli obunachilar, hozir bizda buni sotuvda ham bor. Salatovisi oqi mana shu svetimizdan ham qolgan. Simbodiumda keyin o'sha daraxtlarni po'stlog'iga eksangiz ham bo'ladi. Daraxtni po'stlog'iga agarda mo'q bo'lsa, mo'qga eksangiz ham bo'laveradi. Bunga xuddi orxideyaga o'xshab prozrachniy tuvak bo'lishi shart emas bu. Mana bunday qora shu neprozrachniy tuvaklarda ham yashaveradi. Agarda mana bunday daraxtda nimalari bo'lsa, sasna, shunga o'xshagan daraxtlarga bo'lsa, majvenlik shularda yashaveradi. Hurmatli obunachilar, suvni o'rta me'yorda ichadi bu. Namlikda yaxshi ko'radi. Lekin baklaridan ham sepsiz bo'ladi-yu, lekin bu ko'proq tagidan qo'yganingizni yaxshi ichadi, o'ktirib qo'ymasdan. Hurmatli obunachilar, hozir aytganimizdek kecha ham video qo'yganmiz, ya'ni bugun уже 31-dekabr, kecha 30-dekabr video qo'yganmiz. Yangi magazinimizni ochamiz dedik. Shuni barchalar bizni Instagram, Telegram kanalimizga ulanishinglarni so'rab qolamiz. Magazin ochganimizda o'sha joyda juda ham katta aksiya qilamiz. Inshaalloh barchangizni o'sha magazinimizda kutib qolamiz. Adreslarini, lokatsiyalarini inshaalloh Telegram, Instagramga qo'yamiz, albatta aytamiz. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.